Xo'sh, nihoyat qishloqqa keldim. Vau, jitelni xursandligini-chi hozir ko'ramiz. Tak, mashinani joylashim kerak. Lekin parkovka pullik, shuning uchun ham mana bu yerga qishloqning yoniga qo'yaman. Tak, oy, sekin, yo'q. Voy, jin ursin sekin. Mana bu yerga qo'yamiz va bo'ldi. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Elbek va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz qishloqda yashaymiz. Hoy bola, senga mashinangni olib qo'yishni maslahat beraman. Nima? Mashinamni olib qo'y? Ha, nima uchun? Buncha xursandsan-da, garajimni yangilashdi. Garajingni yangilashdi, ha. Mashinang qanaqa? Matiz? Ha, qo'yil, meni mashinamga nima deysan? Ha, o'g'irlab ketishadi, meni mashinamni o'g'irlab ketishdi. Nima? Vau. Umid qilamanki Jigulimni olib ketishmasa kerak. Olib ketishadi meni. Chirigan Matizimni olib ketishdi. Seni Jiguling yangi ko'rinyapti. Olib ketishadi. Chin ursin garajga. Ha, mayli, jitel katta rahmat. Biror nima o'ylab ko'raman. Yo'q, nahotki bu qishloqda shunchalik yomon hayot bo'lsa-ya, mashinani o'g'irlab ketish. Xacha, mana bu yerda parkovkada turibdi. Ha, bu yerda qo'rqchi bo'lsa kerak-da parkovkada kechasi. Ha, mayli, tak. Men qayerga borishim kerak edi? Uy, mana bu. Menga rasmni ko'rsatishganda yangi uy edi. Jitel salom. Salom, siz xaridormi? Ha, men rasmni ko'rganda yangi uy edi. Nima uchun eski? Bilmasam, marketing bo'lsa kerak. Qanaqangi marketing? Menga yangi uy ko'rsatishganda bu chirib yotibdi-ku. Ha? Xo'p, bunda muammoni qanday hal qilamiz? Bilmasam, olasizmi? Olaman, lekin skidka qilishingiz kerak. Skidka? Ha, bo'lmasa bularni hammasini rasmga olaman, yozishganlarimizni va militsiyaga boraman, sudga beraman sizni. Menda hammasi saqlanib qilingan. Ukam terpelaligini aytsa, mayli qilib beraman skidka. Siz hozir meni yana haqoratlayapsizmi? Siz meni aldadingiz, shuni bilasizmi? Hech bo'lmasa bu uy dadalasi chiqib yotibdi, chin ursin. Mana bu yerlarni qoqib tashlashgan, menga ko'rsatilgan rasmlarda yap-yangi uy edi. Yo, nima bo'ldi-ki bu yerda? Jin ursin. Xo'sh, qancha skidka berasiz? 3000. Ha, tak, stop. 3000 bersangiz 8000 bo'ladimi? Yo'q, $3000 beraman. 3000 ga? Ha, mayli. Ha, nihoyat bu qarish tekkan uydan qutulaman. Nima? Qanaqangi qarg'ish? Yo'q, hech narsa. Shunchaki uzoq vaqtdan beri sota olmayotganimda shunga hazillashdim. Xo'p. Hammasi to'g'ri. Mana olishingiz mumkin dokumentingizni. Janob Mirning yoniga borib, hammasini tasdiqlab oling. Janob Mirning uyi qayerda? Qaysi tarafda? Quduqda. Ha, quduqning yonida katta uy bor, tomi chiroyli. Qaysi tarafda u? Chapda. Ha. Xo'p, mayli, hozir tasdiqlatamiz. Tak. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mana bu o'ng tarafdagi kuznitsani sotib olgandim. Hujjatlarni tasdiqlab bera olasizmi? Ha, davay qani. Xo'sh, mana olishingiz mumkin. Aha, bo'ldi, yaxshi. Xo'p, bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Keyinchi, mana kalit. Rahmat. Arzimaydi. Bekor olding-da. Nima? Hech nima. Xo'p, mayli. Tushunmadim do'stlar. Bittasi qarish deydi, bittasi bekor olding deydi. Xo'sh, mana kalitni oldim. Yaxshi, uy sizniki. Endi omad tilayman. Ha, katta rahmat. Lekin aldab bekor qildingiz. Endi bu uyni remont qilishimga to'g'ri keladi. Ha, endi tushunarsan. Tak. Hamma yoq zax bosib ketgan. Bularni olib tashlash kerak. Hozir olib tashlaymiz. Mana bu eshik derazalarni yopib tashlashgan. Nima uchun? Hayronman albatta, lekin mayli. Tak, bularni hammasini hozir olamiz va ko'rishimiz kerak. Qani, uy ozgina bo'lsa ham yaxshi holatga kelarmikin, chunki juda ham vau. Nima? Mirni uyini tepasida kirish joyi bor ekanmi? Qo'yil. Ha, boylarga mazida, hattoki tomida ham joy qilib olishi mumkin. Tak, hamma tushib qolgan bloklarni oldik va aytgancha sotuvchi qayoqqa g'oyib bo'ldi. Ha, mayli. Xo'sh, bo'pti. Tak, endi remontni boshlashimiz mumkin. Chunki bu uyda remontsiz umuman yashab bo'lmaydi. Men esa kechgacha qilishga ulgurmoqchiman, chunki axir bu yerda har qalay yotib qolmoqchiman. Mashinani ichida uxlamasam kerak, ha. Mayli. Tak, bularni qo'yishni boshlaymiz va bo'ldi. Mana bu yerlar yopildi. Yaxshi, endi esa buni bularni ham olamizda. Shu bilan birin-ketin remontni tugatamiz. Polni chiroyli qilib bo'lsak, shu bilan bu yerda uxlash mumkin bo'ladi. Chunki xunuk polda uxlashni istamayman ham. Zax bosgan va shuni ketidan o'tlab ketgan. Nima? Bu yerda podval turibdi. Menga bepulga podval bo'ldi. Qo'yil, mana bu boshqa gap. Qani tushib ko'raylikchi. Tak, do'stlar, chala podval ekan. Buni qaranglar. Tosh bilan o'ralgan, bu yerlar esa yo'q. Tak, mana bu yerda tunnel. Tushunmadim, qanaqangi tunnel. Qayerda bu yerda tunnel keldi? Hey, kimdir bormi? Tak, nima? Ko'rdinglarmi? Dinamit? Qiziq. Ha, mayli, menga buni aloqasi yo'q. Tak, menga bilasizlarmi, o'ylab qarasa podvalam kerak emas. Ayniqsa ichida dinamit chiqadigan. Yana bitta yarimtasi bu videoni ko'rib qolib, bo'ynimga qo'yib yubormasin, qishloqni portlatmoqchi ekan deb. Ha, mayli, hech bo'lmasa axir tushib qoldi zapiska, bunga aloqam yo'qligi. Okey, maylidan davay bularni hammasini hozir ochib tashlaymiz va qo'yishni boshlaymiz. Bo'ldi. Yaxshi. Tak, ketdik. Endi esa tak.
Endi ozgina kelinglar daraxt chopib olamiz. Xo'sh, mana bu yerdan o'ylashimcha chopishimiz mumkin. Qani kelinglarchi, ozgina bo'lsa ham bizga daraxt kerak bo'ladi. Keyin esa uyimizni remont qilib olishimiz mumkin. Xo'sh, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5. Yaxshi. 20 ta olsam yetarmikin? Menimcha yetib borsa ham kerak, hattoki kelajakka. Tak, bo'ldi, mana bular yetadi bizga. Endi esa dalsh ketdik. Xo'sh, bu yerdan mana bitta daraxtni chopib olamiz. Agarda nihollari tushsa, yo'l-yo'laga ekib ketaman, lekin tushmaydigan ko'rinyapti. Ha, mayli, qani ketdik. Mana bularni ham chopa qolaylik va hammasi yaxshi bo'ladi. Davay do'stlar. Oho, mana bu boshqa gap. Endi bu yerdan tezda tayog'imizni ishqalatishimiz mumkin. Okey, buni qaranglar, ancha-muncha daraxt bo'ldi. Yaxshi. Bu doskalarni ishlatishimiz mumkin. Mana bu o't bosganlar kerak emas. Bilasizlarmi, o'rmon juda ham tinch, qandaydir menga yoqmayapti. Ha, mayli, bo'ldi, ketdik. Hozir esa bularni o'rnatishni boshlaymiz. Xo'sh. Qani endi ortiqcha, oppa, bu yana nima bo'ldi? Tushunmadim. Ha, qayoqdan keldi? Buni ko'rmaganim yoki qolib ketdimikin o'yinni avvalgi egasiniki. Qanaqadir daftar. Tak, o'ziga qo'ng'iroq qilsam-chi, balki muhim narsadir ochmaycha. Xo'sh, qani. Tak, hozir qo'ng'iroq qilamiz. Allo, janob sotuvchi, men sizni uyingizni olgandim. Xullas, bu yerda qanaqadir daftar turibdi. Olib keting, siznikidir balki. Janobsan, yo'q, menga qo'ng'iroq qilmang. O'chirib qo'ydi. Qanaqasiga qo'ng'iroq qilmay? Yo'q, do'stlar, buni qaranglar, raqam o'chib qoldi. Qani nima yozilgan ekan bu yerda? Xo'sh, o'lasang ket. Nima? Meni kimdir prank qilyaptimi? Yo'q, do'stlar, men hech qanaqangi kim buni menga yozdi? Men o'zim o'ldiraman. Kim yonimga kelsin? Tushunarsan. Bu meni o'zimni uyimda o'zimga do'qib saqladimi? Yo'q, do'stlar, bularni shunchaga otib yuboramiz. Mana bu yerga aniq kimdandir prank bo'lsa, axir do'stlar, qishloqqa endi ko'chib keldi. Menimcha bular meni shunday qilib qo'rqitib olmoqchi. Bu shahardan kelgan loh deb, yo'q, do'stlar, men bularga ko'rsatib qo'yaman qanday bo'lishini bu tuppoy jitellarga. Xo'sh, bu yerga endi doskalarni qaytib qo'yib chiqamiz, chunki uy chirib yotibdi-da, rostdan menga yangi deb sotishgandi. Bu yerda esa axlatxona bo'lib ketgan. Qog'ozga o'rab aytadigan bo'lsa, shuncha chirigan doskalar hech bo'lmasa tozalab qo'ysa ham bo'lardi, lekin yo'q. Mayli-da, bo'pti do'stlar, kelinglar, o'zimizni olmasdan ishlarni tugatib qo'yamiz. Zato remontga pullarni tejab qolamiz. Agarda men ham jitel bo'lganimda yaxshi ishlay olmayman va afsuski, katta pulga remont qilish uchun usta chaqirishimga to'g'ri keladi, lekin men o'zim o'yinchi bo'lganim uchun moshina qila olaman. Bo'ldi, endi esa tak, qayoqqa borsak ekan? Bo'ldi, boshqa joyga borish shart emas, hammasi yaxshi. Endi esa faqatgina toshlarni olib kelsak bo'ldi. Boshqa doskalar bilan shug'ullanmaymiz va hozir toshlarni yangilaymiz. Boyaga o't bosgan toshlar shu yerda turibdi ekan, hali ham yo'q bo'lmabdi. Okey. Xo'sh, bularni ekib chiqishimiz kerak bo'ldi. Tabiatga qarzimizni qaytardik deyarli, chunki ancha-muncha daraxt chopgandik, lekin bor yo'q ikkitasini qaytardik. Nima ham qilardik? Hisob minusda. Tabiat, uzr, kechir meni. Xo'sh, davay, shunchasi yetarmikin? Yo'q, yetmaydi, chunki bu yer bizga esa yer kerak emas, bizga cobblestone kerak yoki cobblestone. Bilmadim do'stlar, meni aytsim bor yo'g'i 9 inglizchani yaxshi tushunmayman. Tak, bularni ham hozir hammasini olishimiz kerak. Okey. Hatto yo'q, hammasini olsak, bu yerda butun tog'ni kovlab chiqishimizga to'g'ri keladi, lekin bu yerda tog' yo'q, axir bu bor yo'g'i tepalik, lekin baribir ham mayli, yetarlicha olaylik, keyin bo'lsa yana olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Qo'limizga siqqanini olamiz, bo'ldi. Shunchasi, umid qilamanki yetadi. Hammaylar mana bu yerdan meni ozgina olay, har ehtimolga qarshi yetishi uchun do'stlar, yana qaytib kelishni istamayman, chunki borgan sari chuqurlashib, qorong'ilashib ketyapti. Bo'ldi. Mayli, oxirgisi do'stlar, juda ham yoqadi menga tosh kovlash. Mayli, bunisini ham olamiz va bo'ldi. Endi bu yerdan astagina tuyog'imizni shiqillatishimiz mumkin. Bu yer ochiq turaversin. Bo'ldi. Mana bu yerni eslab qolishimiz kerak asosiysi, chunki tak, uy mana bu yerda bo'lsa, xo'sh, uyim qani ko'rinmayapti, uyim nimaga? Tak, ko'rdinglarmi do'stlar? Nima bo'ldi hozir? Kimdandir boshini ko'rgandek bo'ldim. Vizaga tushdimi, yo'qmi, bilmadim, lekin hozir borib ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda rishotgan orqasida kimdir shunday boshini ko'targandek bo'ldi. Mayli, g'alati. Menimcha rostdan meni jitellar prank qilmoqchi bo'lishyapti. Yo'q, men bunaqangi pranklarga chidamayman. Tak, bo'ldi, kelinglar, uyni asligini remont qilamizda bu yerdan. Yashashni boshlaymiz. Bo'lmasa, bilmadim, bular meni umuman sig'dirishmasa kerak. Okey, mahalliychilik do'stlar, qishloqliklar shaharliklarni yoqtirishimiz kerak. Mana bu podval yana jinurgir. Tak, bo'ldi, mana bu yerlarni ham hozir almashtirib qo'yamiz va uyimiz tayyor bo'ladi. Yoki sotib yuborsammikin? Remontini qildim, lekin bu uyni sotishga yana qancha vaqt ketishi mumkin? Chunki bu uyni men o'zimni olishimdan avval ko'rgandimki, bir necha yil sotilmay turgan ekan. Yo'q, do'stlar, bu yerda yillar davomida qolib ketishini istamayman. Shuning uchun ham yaxshisi bu yerni yaxshilab remont qilamiz, keyin ozgina yashaymizda, birdaniga sirazu qo'yib qo'yamiz sodiqqa. Xo'sh, bo'ldi, mana bu yerlarni yopamiz va
Ajoyib. Kelinglar endi hozir ichkarisini ham yangilaymiz. Mana bu shiftdan boshlashimiz mumkin. Patologni tuzatgan. Oy, orqasi ham ochiq ekan-ku. Ha, yo, buni to'g'rilamasak bo'lmaydi. Chunki orqadan birov kirib olishdi. Qanaqangi formulirovkalar chiqib kelyapti. Xullas, uyni orqa tarafini remont qilishimiz kerak. Bo'ldi, tayyor. Endi esa tak, bu yerim ajoyib bo'ldi, do'stlar. Uy tayyor bo'ldi. Endi bu yerga mebellarni olib kirishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina mebellarni olib kelganda hech qayoqni urib olmasak bo'lgandi. Men bu yerni Jiyonursan огородni rasos chiqib yotganicha огород ham qo'shib berilardi. E'tibor bermagan ekanman, lekin огородni chirib yotgani yaxshilik emas, yomon irim bu.